Tuxum qimmat bo'lgan davlatlar haqida gaplashib chiqdik. Bugun esa tuxum eng arzon bo'lgan davlatlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Eng arzon tuxumlar asosan Janubiy Osiyo davlatlari, Hindiston, Pokiston, Bangladesh davlatlarida bo'ladi ekan. Bu yerda bir dona tuxum narxi 600 so'mdan 1000 so'mgacha borib taqaladi ekan. Birinchi sabab faqat ichki bozor uchun, ya'ni eksport deyarli yo'q. Ikkinchi sabab yem-xashak hamda ishchi kuchini arzonligi. Tuxum ishlab chiqarilish aholi soniga nisbatan ko'p, lekin birinchi sababi borib taqaladi, eksport kam. Lekin muhim sababi bor. Bu ko'rib chiqqan davlatlarimizda valyuta qiymati past, oyliklar esa kam. Ya'ni aholi uchun shu narxlar ham qimmatlik qiladi. O'zbekistonda tuxum narxi qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin bizning davlatimizdagi gigiyenaga bo'lgan talab, sifat nazoratiga bo'lgan talab quyidagi davlatlardan ancha yuqorida turadi. Ya'ni bizdagi normativ bu davlatlardan balandroq turadi. Unum arzonlik ortidan emas, sifat hamda ishonch ortidan tanlov. Arzonlik hamma ham yaxshi emas. Unumni tanlang.